Bugun biz oliygohimizning eng zukko, iqtidorli va lobar qizlar orasida Tift malikasini aniqlaymiz. Sizlarga bahorga mos vitaminlarga boy salat tayyorlayman. Ko'katli salat bu o'zimning ideyalarim bilan qilingan salat. Lofantar shaklida qilib, ichini mandarin bilan to'ldirib, yodiga bananlar bilan qo'yib qo'yaman. Karmin qilib. Sezdir salatini tayyorlayapman. Aynan Xayrulla aka uchun. Agar ulgursam, hajamlar deganda syurpriz bir narsa tayyorlaganman. Bugun Tift malikasi ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Bundan taassurotlarim juda ham zo'r va hamma emotsiyaga boy bo'ldi. Keyingi yil 4-kursimda nasib bo'lsa qatnashib, birinchilikni olaman. Bugungi tanlov juda ham qiziqarli, juda ham emotsiyalarga boy bo'ldi. Men bu tanlovda 3-o'rinda oldim va bundan juda ham faxrlanaman. Nimaiki erishgan yutuqlarim bo'lsa, aslida bu ota-onamning yutug'i hisoblanadi. Shuningdek, Tiftdagi barcha ustozlarga rahmat aytaman. Ularning mehnatisiz men bu yutuqqa erishmagan bo'lardim. Hammaga kattakon rahmat. Har bir Tiftning talabasi Tift malikasi hisoblanadi. Hammaga omad. Mana Allohga shukr, mana o'zining kuchi bilan erishdi. Xudoga shukr. Ilohim bardavom bo'lsin bola. Bundan ulug' bo'lsin ilohim. Oliy o'rinlarga loyiq bo'lib yurgan ilohim. Men juda ham xursand bo'ldim. Xursandchiligim cheksiz, ko'zimga yosh kelib ketyapti.